Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi dastlabki xizmatimiz Tojikistonga bo'lyapti. Tojikiston granitsasiga 50 ga 160 ligidan internetda ko'rib yoqtirib qolishgan ekan. Ikkita zakaz qilishyapti bir joyga. Shuni Xudo xolisa yetkazib beramiz. Sizlar ham zakaz qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab barcha hududlarga dastlabki xizmatlarimiz bor. Hattoki dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo bepul bo'lyapti. Tojikiston, Qirg'iziston chegaralarigacha yetkazib bera olamiz. Inshaalloh uylaringiz zo'r holatda komfort rejimida isitib bera oladi. Kunlik tok rasxodlariga keladigan bo'lsak, 15 ming so'mdan 17 ming so'mgacha tok rasxod qiladi. O'zi o'chib yonadigan termostatli bo'ladi. O'zida upravleniya bo'ladi. 20 gradusdan 80 gradusgacha xohlagan gradusingizga qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana shu holatda ko'rinishi. O'zining noshkasi va baquvvat, hattoki suvga chiqib o'tirsangiz ham hech narsa qilmaydi. Ustiga kiyimlarni yoyib, quritib olsangiz ham bo'ladi. Xavfsiz, muhimi kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar.